har bir qizning boshidan o'tgan holat. Balo qazoda qayerdan chiqib keldingiz? Ha, tirik murda qayerdan kelyapsan? Namuncha hansiraysan? Sog'liq garovi sportda opa. Wow! Sog'lom tandan nosog'lom aql unda. Gapni aylantirma qayerdan kelyapsan? Opa, namcha chiroyli bo'lib ketdi. Sochim bo'yadim-da. Voshye siz ko'nglingizni qarang. Voy, chiroyliligingizni qarang. Cho'lib ketibman. Opajon, siz bunaqa holatda ko'chaga chiqmang, xo'p? Nimaga? Sizni o'g'irlab ketishadi, opa. To'g'ri aytasan. Indamay uyda o'tiraman. Balo qazodan qutuldimi? Endi kasofatni bekitish kerak. Kecha qahharam aytmadi chiroylab ketgansan deb. Endi tashna ko'rinmaydi. Nima uchun? Bog'ni qilgan ekan san'atidan gulga makon, tokinim astaslab o'tsa shamol indama. Jonga tegdi. Aytaman. Yo'q, aytolmas ekanman. Nima qilsam bo'ladi sani? Happy birthday. What? С днем рождения. Da? Seriozna? 8 dekabr bilan. Menga qarang, singiljon, siz tug'ma shunaqa ongi pasmisiz yoki buning uchun maxsus kurslarga qatnadingizmi? Nenormalli. 8 dekabr qanaqa kunligini bilasanmi? Opa, nima munosabat bilan o'zingiz hal qiling. Lekin mashi sizga. Mangami? Voy, buni kattaligini qara. Xonamni yarmini egallab oldi-yu, qaysi kallang bilan olib kelding buni? Ha, singil degan. Opamga tush, pomada kerak narsani olay demaydimi? Bu qanaqa? Bugun 14-fevral. Chepra! Qani dada, yoningizda kim bor, ko'raychi? Mana bolajonim, xavotir olmagin, hech kim yo'q. Bemalol uxlayveringlar, ayangga ham ayt. Xavotir olmanglar. Xonangizni, gostinitsangizni ko'rsating-da. Xona mana gostinitsam. Atrofingizni ko'rsating, Hech dada. kim yo'q mana. Atrofimni ham mana ko'rsataman. Bo'pti, dada, men sizni sog'indim. Men ham sog'indim seni. O'zingni ehtiyot qilgin, xo'pmi? Seni yaxshi ko'raman. Bo'ldimi aya? Ko'nglingiz joyiga tushdimi? Hech kim yo'q ekan. Ha, ko'nglim joyiga tushdi. Birinchi kamayib qoldimi? Ha, kamaydida. Qachongacha men o'rtalarga tushaman? Ish olmasangiz nimaga tekkasiz dadamga? Ya bu nima yashash? Ya panatkan ishlatinglar, sal olasini emasin. Olsun. Bolangizga ism topdingizmi? Yo'q-da, shu topolmayapti. Ina ayting bir ism. Shuda Qo'chqor voy qo'ying. qo'chqorday bo'lib yuradi. Tuyntakmisiz? Ertaga u katta bo'lsa, keyin hamma orqasidan me deb yuradimi? Bo'lmaydi. Siz ayting olsin. Menga qarang, To'xtamurod qo'ying olsin. Ya, tavba qildim. To'xtamurod deganlarni. Ertaga kattarsa, to'xta deb yuraman. Mushim to'g'ri kelmaydi. Boshqasini aytinglar, iltimos. Emasamchi, Teshavoymi, Boltavoymi? Qilichbek qilinginasi. Nima siz men bolamni temir tersaklarga aralashtirib metalon qilib bermadingizmi? Nima indamaysiz? Bu yerdan beri sizga aytib yotibmiz. Ena turing. Ayting. O'zingiz birisi. Ena o'zingiz bitta ism ayting. Ya ena. Valdim Black. Qizmi, ulmi? Qiz bo'lishi ham mumkin-ku. Buyog'im bir hali. Qiz tug'sa, to'xtagil qo'ying. Tursinaymi? Aytirib berdilaring, qayerda bir ismlarda topasizlar, boshqa bir zamonaviyroq bunday bir chiroyli bir ism topinglar. Esa Esmeralda qo'yjaring. Ha, ertaga keyin uni hamma ko'r qilib yursin. Aytirib berdingiz, Esmeraldamish. O'zlarcha jo'rtillaydi. O'g'il tug'ilsa Ural, qiz tug'ilsa O'razgul bo'lar. Lights, camera, action. I see you looking at my